Birinchi savolimiz. Grija qanday davolanadi? A. Og'ir atletika bilan. B. Parashyutdan sakrash bilan. C. Kinezologiya bilan. Va D. Yugurish bilan. Grija og'ir atletika bilan davolanmaydi. Battar bo'lishi mumkin. Parashyutdan sakrash orqali infarkt bo'ladi-yu. C variant. Kinezologiya bilan. Javobingiz aniqmi? Aniq. Tabriklayman, 10 million g'olib bo'ldingiz. Ura! Ikkinchi savolimiz. Bu savolga siz javob bersangiz, 20 million g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Ikkinchi savolimiz. Igna terapiya foydalari. A. Qaritish. B. Asabiylashtirish. C. Ich surish. D. Tinchlantirish. Igna terapiya ich surmaydi. Igna terapiyani ko'p xitoyliklar ishlatadi. Ular tinch va yosh ko'rinishadi. Demak, igna terapiya tinchlantiradi. Javobingiz aniqmi? Aniq. Tabriklayman, 20 million g'olib bo'ldingiz. Yes! Uchinchi savolimiz. Bu savolga siz to'g'ri javob bersangiz, 50 million g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz? Tayyorman. MRT qaysi so'zlarning qisqartmasi? A. Maydon radiatsiyasi to'lqini. B. Magnit rezonans tomografiyasi. C. Mashq rejasining tayyorgarligi. D. Mashina radiatori tuzilishi. Hop. MRT qaysi so'zlarni qisqartmasi edi? Mashina radiator tuzilishi. Menga qanaqadir yordam bera olasizmi? Ha, yordam bera olaman. Sizda 3 ta Viber bor. Do'stingizga qo'ng'iroq qilish, 50-50 va zaldan yordam so'rash. Do'stimga qo'ng'iroq qilaman. Mayli. Faqat sizda 1 minut vaqt bor. Shunaqa kontentlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun Junior Medga obuna bo'lib qoling.